Endi sizlarga aksiyaning jinnisiga keldik. Ya bu yerda hali Ozodbekga chiqadi. Ha, Ozodbekka so'raverasizmi endi? Aksiyani biz ham yerga ko'rsataylik deb kelgandik. Akalar, qo'limda turgan bu pijamalarni men o'z yaqinda qizimga oldim, 450 so'mga oldim. Men bu yerda ko'rib turganingizdek assortimentda jinnilar, vaqti dahshat assortiment va bu yerdan siz optim olib foydalansangiz ham bo'ladi qizlarimizga. Mana bu narsani qarang, mana bu narsani qarang. Bu arzimagan 400 so'm deb hozir akalar. Mana ko'rib turgan hammasi, shu ko'rib turgan barcha narsa 350 so'mdan aksiyaga ketdi. Faqat sizlar uchun. Xohlasangiz olib borib foydalanib soting. Katta avion olsangiz yana ham tushib berish mumkin. Gaplashib ko'rasiz. Endi pastga telefon nomerlarini qo'yib qo'ydik. Qiziqqan aka-uka, opa-singil to'g'ri kelaverasizlar. Sizlarga hozir lokatsiyalarini ko'rsatamiz. Endi sizlarga endi lokatsiyasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda hamma biladi. Bu yerimiz vokzal. Bu tomonimiz prokuraturadan tushganda, bu tomon bozor. Bu yerda Do'stlik munitsipallik kichik savdo borbori. Robiya savdo borborining ichida joylashib qolyapti. Ketishlar bilan birga ko'ramiz. Robiya savdo borborining birinchi etajida bo'lib qolyapti. Ichkarini ko'ramiz. Birinchi riyat, ikkinchi riyat kirmaymiz. Uchinchi riyatga kirganimizda. Bu tomonda biz chevarxona degan strelkamiz va bu yerda kitob sotadigan joyimiz. Bu tomonga burilganda joyimiz bo'lib qolyapti. Endi qaranglar. Buni obuflar ham hammasi 350 so'mdan ekan. 350 so'mdan. Akalar nima beryapti? 350 so'mga даже qoningiz to'ymaydi. Lokatsiyalarni tushunib oldinglar. Xudo xolasa kimga bizning xizmatlar kerak bo'lsa 0552 28 28 13 raqamiga bemalol murojaat qiling. Sizni biznesingiz yoki sotilmagan uyingiz yoki cheklar bo'lsa, обязательно bizga aloqaga chiqing. Xudo xolasa xizmatdamiz. Assalomu alaykum.